Hammaga xayrli kun do'stlar, sizlar bilan bugun Yo Felix. Bugungi videomizda o'z davrini juda ham silliq va yo'g'lama qilib o'tkazib kelayotgan 120 FPS bo'lgan iPhone 13 Pro Max va unga raqobatlashadigan, ya'ni u bilan bir xilda birga bir kuch yeta oladigan Android smartfonimiz Poco X7 Pro. Shu yilga chiqqan qirolni solishtirib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Qaysi bir yutib chiqadi? Bugungi videomizda qisqacha bo'ladigan narsalar, ilovalarga qaysi bir tezroq kiradi, PUBG'da botga kuchli qotadimi yo'qmi, eng asosiy narsa akkumulyator jihatdan qaysi bir ko'proq ishlaydi va tezroq zaryad oladi. Shularni bugungi videomizda bilib olishingiz mumkin. Undan oldin aktivimni tiklash uchun bitta kommentariy yozib, like ham bitta qiziqtirib qo'ysangiz, men xursand bo'lgan bo'lardim. Bo'lmasa vaqtlarni ko'p olmayman va reklama qilishtirmayman hammaga o'xshab. Videomizni boshlaylik. Kelinglar bo'lmasa iPhone 13 dan boshlasak. 2021-yilda ishlab chiqarilgan IP68 tizimi bilan suvdan va changdan himoyalangan. Telefonimizda 120 Hz ishlaydi va bu telefonimizga 6.7 dyuymli OLED ekran joylashtirilgan. Telefonimizning batareyasi 6300 ampere bo'lib, 27 vattda zaryad oladi. Telefonimiz kamerasi 12 megapiksel bo'lib, 4 xil rangda ishlab chiqarilgan va bu telefonimizni bootcampda qanaqa yaraydi degan savollar kelgan bo'lsa, bootcampda o'zini yaxshi ko'rsatadi. Agar yonki tushib ketmagan va 4-5 qo'l ishlatilmagan bo'lsa, agar 13 Pro Max oladigan bo'lsalaring, maslahat bergan bo'lardim. Yonkisi 80 dan baland bo'lganini va eng asosiysi ko'pi bilan 3 qo'l ishlatilganini, 3-qo'l ham o'zi ishlashga ko'p degan. Menimcha sizlarga bergan ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi telefonimizga o'tamiz, ya'ni Poco X7 Pro modeliga. Telefonimiz 6.67 dyuymli AMOLED displey o'rnatilgan va 120 Hz ishlaydi. Telefonimizni baquvvat qilib turadigan prosessorga kelsak, Dimensity 8400 Ultra chipi o'rnatilgan va AnTuTu testlarida 1.700.000 ballga olgan. Dunyo bo'yicha top 30 talida turadigan telefonimiz. Eng asosiysi telefonimizning akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, 6000 mAh akkumulyator joylashtirilgan va 90 vattli zaryadlash. 4 soat 5 soatgacha zaryadkasi yetadi va yarim soatda zaryad oladi. Shu yo'l bilan menimcha iPhone ga bitta shapat tushirib oldi. Endi telefonimizning kamerasiga kelsak, kamerasi 50 megapiksel va oldi kamerasi 20 megapiksel. Menimcha hozirgi telefonlar uchun normal va 4K 60 fps ham bor. Va nihoyat endi bu ikkala telefonimizni ham ilovalarga kirib chiqish tezligini solishtirib ko'ramiz. Bu yog'iga men gapirmayman, sizlar videoni mazza qilib tomosha qilinglar va o'zlaringiz uchun kerakli narsani olinglar. Vaqtlarni ko'p olish niyatim yo'q. Videoni sal tezlashtirib qo'yaman. O'zingizlarga kerakli joyda sekinlashtirib ko'rib olishingiz mumkin. Shu joyda men sizlarga kerakli ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Ya'ni hozirgi ikkala telefonimizning narxlarini. Hozirda Poco X7 Pro narxlari $370 dan boshlanib, $400 bor. Yangi patsalafalarning narxlari. Agar olib 1-2 oy ishlatilganini oladigan bo'lsalaringiz, sizlarga 3 million, 3,5 millionga tushadi. Bu menimcha $100 arzonroq qolasizlar, kam ishlatilganini. Xo'sh, iPhone 13 Pro Max'imizning hozirgi narxlari $450 dan holatiga qarab $500-600 gacha ham boradi. Holati zo'r, ideali. Mana deganlarim, videomiz ham oxirlab qoldi. Menimcha sizlarga bu videom anchagina foydasi tegdi degan umiddaman. Bu videomizni chiqarishdan maqsad o'zi iPhone yoki Android yomonlash emas, ikkalasini teng ko'raman va iPhone ni ham o'ziga yarasha juda ham kuchli zaryadi va Android ni ham o'ziga yarasha opti bor. Opti deyman, onasini ham o'ziga yarasha manfaati bor. Men o'ylaymanki, agar sizlarning budjetingiz ham kamroq bo'ladigan bo'lsa, Poco X7 ni olinglar. Agar sizlar iPhone fanati bo'ladigan bo'lsalaringiz, iPhone 13 Pro Max olinglar deb bunaqa qilgan bo'lardim. Tavsiya bergan bo'lardim. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Ozroq nosozliklar uchun albatta kechirim so'raymiz. Videomiz sizlarga yoqdi va kommentariy va like'ni bosib ketinglar. Jigarlar,
Men shu yilning oxirigacha, ya'ni 17-dekabr kuni men tug'ilgan kunim, shungacha 5000 ta obunachi yig'ishim kerak. Bu men uchun juda ham xursandchilik kuni. Ko'ryapsizlar, hech qanaqa reklama tiqishtirganim yo'q, hech narsa kerakli ma'lumotlarni gapirib, videoyimni cho'zganim yo'q. O'zimga prosmotr bo'ladi, bo'lsa cho'zsam. Shunaqa qilganim yo'q. Sizlarga videoyim foydasi tegdi va menga adishga sifatida bitta like va obunani bosib qo'yinglar deganlar. Sizlarga ham videoning foydasi tegadi va menga ham like va kommentariyalaringni foydasi teggan bo'ladi. Bo'lmasa hammaga ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan ozgincha muddat Yo Felix bo'ldi.